1,5 sotix yeringiz bor, uyni qanaqa planlashtirishni o'ylayapsizmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Akalarimizni 1,5 sotixdan ikkita qurib qo'yishgan. Umumiy maydon 3 sotuq. Endi hozir men sizlarga planirovkasini ko'rsatib tushuntiraman. Bu yerda mana bitta katta darvoza bo'ladi. Adashmasam hovliga bitta mashina sig'adi. Shunaqa kichkina hovli qavatdi. Kengligi 3,5 taxminan 3 metr atrofida bo'lsa, bu yerda bitta hojatxonasi bor, 2 qavatli imorat. Yer to'lasi ham bor, taxminan 20-30 kvadrat metr kattalikda. Mana usta akalarimiz lekin qurilishni boplab qo'yishibdi. G'ishli shunaqa ideal tekis terilibdi. 3 ta A markali mana bunaqa radius zavodini g'ishlaridan foydalanishgan. Xo'p, binoga kirib kelishimiz mana shunaqa kichkinagina hol bilan boshlanyapti. Divanli zona nimadir qilib bu yo'ni foydalansak bo'ladi. Endi kirib kelganimizda o'ng tarafda mana keng oshxonani ko'rsak bo'ladi. Va bu yoqda zinalarimiz joylashgan. Zinani tegini umumiy sanuzul qilib ham foydalansa bo'ladi va bu tarafda yotoqxonamiz joylashgan. Adashmasam mana shu holatda patolog balandligi 3,5 metr balandlikda bo'lyapti va kirganimizda to'g'rida bo'lsa kattagina keng mehmonxona uchun mo'ljallangan xona. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda chap tarafdagi bu birinchi yotoqxonamiz. Buni yonginasida ikkinchi qavatdagi ikkinchi yotoqxona, bu ikkita xonani bolalarga yotoqxona qilib bersak bo'ladi. Endi mana zinadan chiqqanimizda to'g'rida umumiy sanuzul, o'ng tarafda 3-xona. Xonalarga e'tibor bersanglar, keng katta qilingan. Va bu tarafda 4-xona, bu asosiy ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini ichida sanuzullar bilan bo'lyapti. Uyimizning orqa tarafida ham ko'rib turganingizdek havo aylanishga joy qoldirilgan. 1,5 sotix yeringiz bor, qanaqa uyni plan qilsam ekan deyotgan bo'lsangiz, bu videoni albatta saqlanib qilib qo'ying, foydali bo'ladi. Qachondir qurilish boshlaganingizda. Hozirgi kunda bu ikkita uyimizni sotuvga qo'yilgan, har bittasi 1,5 sotixdan eslatib o'taman. Narxi $89,000 chiqyapti. Sergeli tumanida joylashgan. Mana shundoqqina aeroportning orqa tarafi, bu tarafimizdan JM zavodning ro'parasidagi mahalla bo'ladi. Qiziqqanlar quruvchilarning nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. Yunusobodda 5 yulduzli katta Hasanboy mahallasiga kelganmiz. O'rtoqlar, bugun sizlar bilan birgalikda 6 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu faizli xonadonni birgalikda ko'rib chiqamiz. Sizlar bitta like bosib qo'ysanglar, men narxlari bilan aytib o'taman. Kelinglar endi kiraverishdan boshlar ekanmiz. Kiraverishimiz juda ham kattagina darvozaxona. Agar sizning uyingizda bir 4 ta mashina bo'lsa ham bemalol oxirigacha 4 ta mashina ketadi. Shaxsan o'zimga yoqqan joyi, mana bu katta yashil hududlari, mevali daraxtlari, nariyo tarafdagi besetkalar ko'rsatiladi. Dodda qilib qo'yilgan ekan sharoitlar o'rtoqlar. 2 qavatli oldi tarafda imoratlari, bu yoq tarafda ham 1 qavatli imorat, buni ham yer to'lasi katta qilingan ekan. Xo'p, bu eshikdan kirganimizda bizning bitta katta studiya oshxonamiz bo'lsa, buni yonginasida bitta kattagina o'tiriladigan joy, mehmonxona desak bo'ladi va buni yana ichkarisiga kirganimizda bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan o'zini sanuzuli bilan birgalikda yotoqxona va imoratimizning eng oxirisida hovli uchun qilingan hojatxonani ko'rsak bo'ladi. Bu binoyimizning yer to'lasi taxminan mana mashutgacha qilingan ekan. Mana bu tarafdan tashqaridan tushiladi. Mana besetkani ko'ringlar-da. Boplab qo'yishgan, ha? Lekin sharoitlar haqiqatda zo'r ekan. Oldi tarafdagi imoratlarimizni ham yer to'lasiga tashqaridan ham, ichkaridan ham tushsak bo'ladi. Endi asosiy binoni ko'ramiz. Ketdi. Binoga kirib kelishimiz bilan bizlarni kattagina keng mana shunaqa living room kutib oladi. O'rtoqlar, mehmonlar kelganda tashqari tarafdan asosiy eshik qo'yilgan. Bu eshikdan sekin kiraverishadi. Endi kirib kelarkanmiz, bu yoq chap tarafda mehmonlar uchun mo'ljallangan kattagina keng mehmonxonani ko'radigan bo'lsak, buni yonginasidan ikkinchi biz kichkinaroq oshxonamizni ko'ramiz. Bu yoqdan hovlidan kiraverish, mana bu yoqda kattagina zinalar, bu tarafdan mana pastga yerto'laga tushsak bo'ladi. Yerto'lamizni ham alohida qilib xonalarga bo'lib qo'yilgan. Endi bu yoq tarafda bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona o'zining ichida garderobi bo'lsa, bitta umumiy kattagina sanuzul ham qoldirib ketilgan. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Uyimiz 2020-yil ta'mirlardan chiqarib, qurib bitkazilgan ekan. O'rtoqlar, mana ikkinchi qavatga chiqdik. Bu yoqda ikkinchi kattagina living room, shunaqa yotadigan divanlar qo'yib qo'yishgan, televizorlar. Xo'p, zinadan chiqqanda chap tarafda ota-onalar uchun mo'ljallangan o'zining ichida garderobi bo'lgan yotoqxonani ko'rsak, buni yonginasida biz umumiy vanna xonasini ko'rsak bo'ladi. Zinalarni qaranglar, katta qilib, aylana qilib juda chiroyli qilishgan ekan. Yo'li yana kengayyapti-da.
Bu yoqdan balkonga chiqamiz va bu tarafda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, buni yonginasida yana bitta xona, xohlasangiz ikkinchi zal qilish mumkin va bu yoqda oxirgi xonamiz qiz bolalar uchun mo'ljallangan kravatlar bilan tayyor yotoqxona bo'lyapti. Uyimizning narxini ish pul desanglar $399,000 chiqyapti. Yaxshi lokatsiyadan haqiqatda zo'r uy ekan. Tepasida kelib endi savdo qilib egalar bilan gaplashsanglar yana ozgina o'tiladigan joylar bor. Pastda joyi egalarining nomeri, aloqaga chiqaverasizlar. Olmazor tumani Olimpiyada 50 kvadratli kvartiramiz $65,000 ga chiqyapti. Taxminan kvadrati $1,300 dan aylanadi. O'rtoqlar, bu mana mehmonxonasi. Ko'rib turganinglardek, hamma xonalarda romlar bor. Endi kiravurishdan boshlaymiz. Asosiy kiravurish eshigi. Kirib kelganimizda o'ng tarafda marhamat sanuzulni ko'ramiz. Mana shunaqa ko'rinishda 9 qavatli novostroykamizni 5-qavati bo'lyapti. Endi bu tarafda ko'rishinglar mumkin, oshxonamiz joylashgan. Mebel, texnika, hamma narsa tayyor. Shunda kiyim bilan kelib yashasanglar bo'ldi. Bu yoqda bo'lsa mana konditsionerlar, qo'shimcha shkaf, garderob, kravatlar. Bu yotoqxonamiz bor. 2 xona ko'rdinglar. Bitta yotoqxona, bitta mehmonxona. Bu yoqda bitta oshxonamiz joylashgan. $65,000 so'rashyapti. Endi tepasida kelib savdo qiladigan bo'lsanglar, albatta kelishiladigan joylar bo'ladi. Qiziqqanlar uchun pastda joyi egalarining nomerlarini yozib qo'yamiz. 3 xonali kvartiraga mana shu katta keng uchastkamizni almashib yuboramiz, o'rtoqlar. Ani kvartiradan siqilib, katta uchastka bo'lsa ham maza qilib yashayman deganlar, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. 14 sotixli uyimiz, fasadini razmeri 24,5 metr ekan. Mana огородlarini, so'rilarini qaranglar. Hamma uylarning oldida katta огород bor ekan, mana bitta bor. Basseyn ham qurib qo'yishgan ekan, bunaqa chuqur qilib, endi bitqazilmagan. Ketib ko'ramiz ichkarini, lekin retro xonadon sharoitlari bor. Yana o'zingizlarga moslashtirib qolsanglar ham bo'ladi. Mana o'ng tarafda qaranglar, mana bunaqa fanerlardan navola qilingan. Bu yoqda bitta, ikkita, 3 ta xonasi bo'lsa, mana bu tarafda katta ayvon, ichkarida yana 3 ta, 4 ta xona, ochiq ayvon, hovli, kadastrlari bo'yicha 14 sotix deyishyapti. Bu yoqda mana bunaqa so'rilar. Endi kelib o'zingizlar yana bitta baribir tekshirib olasizlar. Akamiz aytibdilar, shu shahar yaxshiroq, lokatsiyasidan yaxshiroq domdan 3 xonali kvartira bo'lsa ham almashib yuboraman. Agar naqd pul bilan sotib oladiganlar bo'lsa, $79,000 so'rayotgan ekanlar. Endi bu yoq taraflarida o'sha ancha yil oldingi qurilgan yana imoratlari, eski o'sha oshxonalar bo'lgan. Bu yoqda ani gulchatirlarni qaranglar, retroda. Hozir bilasizlarmi, mana shunaqa zamonaviy dizaynda shunaqa ingichka yana uzki mana shunaqa o'chirib yoqadigan gulchatirlar ommalashyapti. Romlarni qaranglar. Taku retro bo'ldi bu uyga kelib, men o'zim nima deydi, yoshlikda doda buvlarimizning uylari bo'lardi. Bu yoqda molxona, mana to'sinlarni qaranglar, tepadagi to'sinlarni. Lekin zo'r qilingan ekan, loy suvolar. Bu yoqda endi mol, qo'y, tovuq, xullas hamma narsa boqishga ham sharoitlar bor. Hovlini mana razmeri qing'ir shu taqir-tuqur emas, tekis to'rtburchak ketgan ekan. Endi eski xonadon, kamko'stlarini to'g'irlab yashayman degan odam bo'lsa, zo'r variant. Manzil Toshkent tumani Qushqo'ndida joylashgan. Bilasizlar, joyi egalarining nomeri bilan har doim reklamalarni chiqaramiz. Bemalol joy egalariga telefon qilib, yana o'zingizlarning variantinglarni bemalol bersanglar bo'ladi. Bu videoni kvartirada siqilib mana shunaqa katta uchastkaga ko'chishim kerak deganlarga jo'natib qo'ying, foydali bo'lib qoladi. Yakkasaroy tumanidan Dodda kvartira chiqib qoldi, o'rtoqlar. Narxini ham srazi aytaman, $1,666 dan mana shu ko'rayotgan mebel, texnika hamma narsasi bilan birgalikda. Oshxona shunaqa studiya format qilingan ekan. Bu yoq tarafda mebel, texnikalar bo'lsa, bu yoqda ko'rganinglardek divanlar qilib qo'yilgan. Endi men sizlarni mehmonxonaga olib kiraman-da. Bu bolalarga yotoqxona qilingan ekan. Naryoqda fortichka bor, 2 ta qizga qilingan ekan. Buni yonida xuddi shunaqa xona 2 ta o'g'il bolaga qilingan. Endi hozir planirovkani ko'ramiz. Mana asosiy kiravurish eshik, bu yoqda kattagina shkaflar qilingan. Bu yoqdan umumiy sanuzul vannaxonaga kiramiz. Dodda qilib remontlar qilingan. Shu egalari 3-4 oy foydalanganmiz. Endi sotayotganimizning sababi uchastka olish niyatdamiz deb shu maqsadda sotishyapti. Bu bolalar xonasi mana 2 ta bolalarga moslab turib shunaqa yashil kravatlar, plus garderobi, havo aylanish uchun mana o'rtaga fortichka rom qoldirilgan. Bu tarafdan mana studiyaga kirdik. Bu yoqda mana ota-onalar uchun mo'ljallangan kattagina
mana shunaqa yotoqxonamiz bo'lyapti, garderobi va bu xonani ham o'zini ichida sanuzullar bilan birgalikda. Happy Family turar joy majmuasini 2-qavatida bo'lyapti. Qiziqqanlar uchun pastda har doim joy egalarining nomerlarini qoldiramiz. Bu lokatsiya uchun $1666. Mana mebel texnikalari bilan zo'r narx. Telefon qilasizlar. Amerikada bitta mehmonxona bor o'rtoqlar. Dizayn, arxitekturasi, loyihasi mana shu biznes sentr bilan bir xil ko'rinishda. O'sha mehmonxona John Wick filmida ham ko'rsatilgan. Hozir biz Amerikada emasmiz. O'zbekiston, Toshkent shahar, Yunusobod tumanining Qazi mahallasidamiz. Hamma biladigan mana Qazi mahallamiz. Ko'chalar juda chiroyli asfaltlar bo'lgan, rekonstruksiya qilingan. Bu zdaniyamiz biznes sentr bo'lib ishlayapti. Mana shu biznes sentrimizda ofislar sotuvga qo'yilgan. Nesh pul, qanaqa, hammasi bo'yicha ichkariga kirib batafsil ma'lumot beramiz. Ketdik. Hozirgi kunda bu biznes sentrimizda katta kompaniyalarning ofislari joylashgan ekan. O'rtoqlar uzoq muddatga shartnoma qilingan. Kiraverish mana shunaqa reseption bo'lyapti. -1, -2 qavatlarida 40 ta mashinaga mo'ljallangan o'zini parkovkasi bor. Endi hozir yuqori qavatga chiqib ofislarimizni ko'ramiz. Ketdik. Hozirgi kecha kunduzda bu biznes sentrimizda katta kompaniyalarning ofislari joylashgan. Har bir kvadratiga $22 dan arendaga uzoq muddatga shartnoma qilingan. Har bir qavatimiz 565 kvadrat metr kattalikda. Har bir kvadrat uchun $2300 dan so'rashyapti. Yillik 11% dan oshiq sof foyda olib kelyapti. Mana bu qadrdonlar biznes sentrimizning eng yuqori 10-qavati bu restoranga mo'ljallangan ekan. Agar mabodo mana shu biznes sentrni o'zini hammasini sotib olaman desanglar, buni ham gaplashib olsa bo'ladi. Bilasizlar, har doim joy egalarining nomerlari video ostida, yana qo'shimcha ma'lumotlar bo'yicha telefon qilib bemalol so'rayverasizlar.